Avvalgi videolarimda eslatib o'tganimdek, akademik yozishning har xil turlari bo'ladi. Asosan akademik yozish introduction, ya'ni kirish qismidan boshlanadi. Introduction, ya'ni kirish qismida biz asosiy yozmoqchi bo'lgan fikrlarimizni hissa qilib tushuntirib o'tamiz. Ya'ni kirish qismida biz batafsil ma'lumot yozmaymiz. Introduction, ya'ni kirish qismidan keyin biz body, ya'ni asosiy qismini boshlaymiz. Asosiy qismida biz introduction, ya'ni kirish qismida yozgan qisqa fikrlarimizni va ideyalarimizni batafsil yozib tushuntirib o'tamiz. Fikrlarimizni va ideyalarimizni batafsil tushuntirish uchun biz paragraflarni ham yasashimiz mumkin. Paragraflarda yozish bizning fikrimizni va ideyalarimizni tartibga soladi va o'qish uchun qulay qiladi. Asosiy qismdan keyin conclusion, ya'ni xulosa va yakun qismi keladi. Bu qismda biz avvalgi yozgan fikrlarimizni va ideyalarimizni jamlaymiz va yozgan ishimizdan umumiy qanday xulosa kelib chiqqanini ko'rsatib o'tamiz. Bu akademik yozish strukturasining oddiy turidir. Albatta keyinchalik buni batafsil yana ko'rib chiqamiz. Bu qisqa video orqali sizga foydamiz tekkan bo'lsa xursandmiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat va akademik sayohatingizga omad tilaymiz.